uyda non qolmadi degan bahonalaringlar o'tmaydi. Yumshoqqina momiqqina patirchalarni o'zimiz pishirib tashlaymiz. Idishga un solib, ketidan margarin solamiz. Ketidan suv solib, tuz, droji, shakar hammasini solib, yumshoqqina xamir qorib olamiz. Xamirimiz qo'lga yopishmaydigan bo'lishi kerak, yumshoq emas, qattiq emas bo'lishi kerak. Oshirishga 1 soatga olib qo'yamiz. Oshib chiqqandan keyin xamirimizni olti zuvalak bo'lib olib, like va podpiska bosib qo'yinglar endi. Pichoqda shunaqa ko'rinishda kesib chiqamiz, chiroyli qilib. Kesib olganimizdan keyin qo'limizda aylantirib bosib olamiz. Shunda chiroyli patirchalarimiz tayyor bo'ladi. Ustiga tuxum surib, uyda chakichi yo'q deb bahona qilmasdan vilkada ezib olamiz. Kunjutlarni chiroyli qilib sepib, shunaqa chiroyli patirlarni tayyorlab olib, yana 15-20 daqiqaga oshirib qo'yib, 25-30 daqiqaga duxovkaga jo'natamiz. Shunaqa chiroyli patirchalarimiz tayyor bo'ladi. Oilamizga boriga baraka deb dasturxonimizga tortishimiz mumkin.